Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi tomonidan sertifikatlangan moliya mutaxassislari uyushmasi bilan hamkorlikda Xalq bilan birga umummilliy dasturi doirasida O'zbekiston moliya mutaxassislarining 2-respublika forumi tashkil etildi. Moliya mutaxassislarining kasbiy salohiyatini rivojlantirish O'zbekiston biznesining raqobatbardoshlik va mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan strategik vazifadir. Forum ana shunday so'zlar bilan boshlandi hamda uning doirasida 4 ta muhim yo'nalishda muhokamalar o'tkazildi. Muloqotlarda dastlab O'zbekiston uchun moliyaviy hisobotning yangi standartlari masalasi ko'rib chiqildi. Forum natijasida biz birgalashib amalga oshirgan ishlarni rejasini tuzdik, yo'l xaritasini ishlab chiqamiz va birgalashib biz tadbirkorlar bilan amalga oshiradigan ishlarni kelishib oldik. Va natijada endi kelishuv bo'ldiki, bizning partiyamiz tashabbusi bilan birga UzLidepning moliyachilar klubi tashkil qilinadi. Chunki hozirgi kunda biz xalq bilan birga degan umummilliy dasturni amalga oshiryapmiz va shu dasturning ichida biz shu biznesga, har bitta oilaga, har bitta mahallaga shu masalani yetkazishimiz kerak. Anjumanda moliya iqtisodiy kasblar uchun yangi kasbiy standartlarga ham e'tibor qaratildi. Shuningdek, forum doirasida buxgalterlar va moliya menejerlarini milliy sertifikatlash tizimi bo'yicha ham atroflicha fikr almashildi. Butun dunyoda biznes jarayonining globalizatsiyasi hamda integratsiyasi bu barcha sohalarni zamonaviylashishi, xalqaro talab va standartlarni joriy qilishni talab etadi. Shu o'rinda O'zbekiston ham birinchilardan bo'lib ushbu sohada davlat rahbari tomonidan qabul qilingan qarorlar asosida islohotlarni izchil amalga oshirmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentyabrda qabul qilingan moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq joriy etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlarga asosan O'zbekiston hisob tizimi, buxgalteriya hisob tizimi tubdan takomillashtirishga qaratildi. Bundagi eng muhim masala nima? Bu birinchi galda O'zbekistonda butun dunyo kapital bozori